Kadir magazinining ichini obzor etib deganlar uchun qani bizga get. Tortlar üstüne qo'yiladigan har xil turdagi mahsulotlar va sharlarning ham turlari ko'p. Keyin bizlar magazinda ko'zmunchoqlar ham topsangizlar bo'ladi. Qizlarimiz uchun asosiy, qizlarimiz uchun esa har xil sepichkalar turlari ko'p. Keyin esa obodoklar. Keling. Magazinimizda esa har xil tasbihlar turlari ko'p. Bemalol xarid etsangizlar bo'ladi. 1000 dan ortiq tasbih bor, tasbih turlari dum ko'p. Keyin esa qizlarimiz uchun ko'rsangiz, xolasangiz yigitingiz ham, do'stingiz ham, og'angiz ham bemalol har xil turdagi suvenirlari podarka sifatida taqdim etsangiz bo'ladi. Bu yandan ham esa turlari ko'p edi. Magazina, kalita yo bo'lmasa uyingizning burchaklarini har xil turdagi vajlari suvenirlarni asib qo'ysangiz bo'ladi. Buni hamma eshitsa kerak. Bu lazer bo'ladi. Buni ma'qul yosh vaqtda pishirgan bilan qizlar ko'zini tushirib. Ko'rganlaringizdek, turkmancha cho'pon, ya'ni bu qish keldi, eldamiz qish, dum zarur bu. Ayniqsa bozorchilarimiz uchun ham, yo bo'lmasa qari buva, ata buvalarimiz uchun ham zakonniy. Nechta bo'ldi? Bahosini o'zingiz beraverasizlar. Zakonniy. Buni nasam bor, do'ppisam bor. Do'ppisini adin obzor etamiz. Magazinimizga kelib turib, shunday vajlari xarid etsangiz bo'ladi. Buni afzallik tarafi har bir eshik, bizlarda eshik deyiladi, eshiklarga yopishtirib qo'yib turib, o'qib girib chiqsangiz, hatto bu kunina 5-6 marta o'qishlik, savob olishlik imkoni bor. Keyin danagasan videoni uzma. Magazinda esa har xil turdagi soatlar bor. Soatlarning ham turlari ko'p. Buni kimningdir tug'ilgan kunidan podarka etsangiz bo'ladi va tasbih, elektronniy tasbih deysizmi, oddiy tasbih deysizmi, hammasi bor. Qo'lda udib turadigan. Zamzam suvi shifo baxshakanligini ko'p odam yaxshi biladi. Ya'ni zamzam suvimizning ham kichik katta har xili 5 litrgacha bor. Bemalol xarid etsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda zaytun yog'i soch uchun foydali, ya 70 xillarda davoligini hamma biladi. Keyin asalning ham turlari bor. Har xil turlarini xarid etsangiz bo'ladi. Nevi erkaklarimiz uchun krem, kitoblarimizning ham dunyoviy deysizmi, diniy deysizmi, har xil kitobi bizni magazindan kelib turib xarid etsangiz bo'ladi. Bu narsa ya'ni spanning yanında qo'ysangiz ham qo'shqam aytadi ekan, ham shuning bo'lib yana bo'sh turadi ekan. 2 dona xarid etadigan bo'lsangiz, yana bir narsa qo'shib beradilar skidga. To'ylarimiz uchun qizlarimizga bahosi arzon ekan, 20 ming so'm, ini bular bor ekan. Buni ko'rib turib, aniq uylanasing, era chiqasing keladi. Bemalol bu zakonniy. Bular ishlatib yurish imkoni bor. Kelib turib, xola vajizni ishlatib ko'rib turib, sifatini tekshirib, bemalol xarid etsangiz bo'ladi. Bu nima emasmi? U kinodagi, o'zing yaxshi bilasan-a? Pirakasan, nima qara? Davlat ishida ishchiman deganlar uchun har xil turdagi vajlar bor ekan. Bemalol xarid etib, kelib olsangizlar bo'ladi. Bularni ko'rib turib uylanasizmi yoki xudoy. Ya'ni gelin qizlarimiz yaqinda to'y bo'laman degan qizlarimiz uchun har xili oynachalar bor. Ya'ni bu aynalarning bahosi ineshini o'zi 57 ming so'm ekan. Ya'ni turlari ko'p. Immunasi svet ham yanadi. Yonboshini svetigacha yonib beradi. Keling siz bilan, keling. Termozning ham turlari dim ko'p. Baholarına keladigan bo'lsak, minashini o'zi 95 ming so'm. Ya'ni siz buni bozorda boshqa yerda ko'rgan olsangiz, shunday senasini yozib keting. Termozning turlari dim ko'p, har qaysi har xili. Eng arzoni 45 mingdan, xolasangiz 25 minglik ham bor. Ya'ni bolalaringizga issiq kollejga maktabga berib berganda yaxshi. Kollej nega debman, maktabga berib berganingiz. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz axir. Ya'ni toza ota-onalar, boshqalar bemalol xarid etib navligini tushundingiz. Keyingi masala misvok. Ya'ni misvoqi ko'pinchalik bizlarda analarimiz, atalarimiz ko'pinchalik foydalanadi. Misvoqning ham turlari ko'p. Xarid etib, har xil turini olsangiz bo'ladi. Bu ko'pinchalik masjidda juma kuni chiqadiganlarga yaxshi tavsiya etamiz. Keyin soat, keyin gullarimizning ham turlari ko'p. Bu gullari bemalol xarid etib, kimdir shuningdek sovg'a etsangiz ham ko'ngli xursand bo'ladi. Samarayni kalasham bor. Keyin bu yerda kartinka qo'yadigan, ichana kelingsiz, dirna qiladigan va uyda qo'yadigan suvenirlar. Ya'ni buni ichine mushkambar solib qo'ysangiz ham hid berib turadi. Oti aytib o'tirmasam bo'ladi. Keyin yana nima bor bizda? Tasbih, uy suvenirlari, soatlar,
keyin har xil turdagi podarочный korobkalar. Keyingi masala soati ozon bilan uxlab qoladigan qizlarimiz bor. U kollejga borib o'lmayin, ya'ni yo bo'lmasa maktabga borib o'lmayin degan uchun budilnik soatlar, ya'ni har xil turdagi suvenirlar. Ko'rsatabasangiz? Bizim magazinimizda, ya'ni pul yig'mayman deganlar uchun zakonniy vajda bor, ya'ni sandiqchalar va joy namozimizni ham 10 ming so'mdan xohlasangiz 100 ming so'm, 150 ming so'mgacha joy namozlari bor. Endi buni aytib o'tirmasam bo'ladi. Kelin. Bu olamiz uchun esa xosalar. Keyin bunda soch uchun aksessuarlar bizim magazinimizda umraga doir, ya'ni haj safarina ketaman degan otalarimiz, onalarimiz bo'lsa, bemalol har xil turdagi kiyimlari va shunga taalluqli bo'lgan hamma narsani sotib olishlari mumkin. Har xil turdagi chachkalarimiz bor. Chachkalarning turlari ko'p, har xili bahosi har qaysi har xil bo'ladi. 10 mingdan xolasangiz 60 minggacha bor. Kelaverasiz. Buni ini ichga jam bor ekan. Ini mana boku isi yomon yoqdi lekin buni boku romantik sevadolar, ya'ni to'y bo'lganlar yo to'ydan keyingilar boku shamya qilib turib turmush o'rtog'ingizni kutadigan bo'lsangiz boku dahshat ikkinchini umuman o'ylamaydi. Asosiy yangilik aytadigan bo'lsam, bizning magazindan 400 ming so'mgacha xarid etadigan bo'lsangiz, Qadr magazindan Qadr soati podarka qilinadi. Buning sharti Hazaras bozor va Qadr magazindan obuna bo'lib qo'yishingiz kerak bo'ladi.